Boladan ham ancha qarzlarim borda. Penasi tug'ib 10 milliondan oshib ketgan. Erta kecha Xudodan so'rayaptim. Yordam beradigan odam chiqarmagan. Shu bolamga dardiga shifo bersin deb so'rayman. 5 farzandimni ham miya qon tomiri siqilgan. Hamma bolalar qatorida bo'lishni xohlayman. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Katta doktor. Onangiz va akangizni davolaysiz, keyin xudo xohlasa o'shaning uchun doktor bo'lmoqchimisiz? Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Parkent tumani Navbahor mahallasida Farruh akaning uyiga tashrif buyuryaptik. Qalaysizlar? Sizmi? Qalaysan? Oybek, Yaxshimisiz? to'rt yosh. Yaxshimisiz? Maktabda o'qiysizmi? 4 yoshga qattiq o'qiysiz. Necha sinfdasiz? Necha yoshsiz? Necha? 4 yosh, 4 yosh. Bog'chaga borasizmi? Uyda kim bor? Kiramiz. Ketdi uyga kiramiz. Mana shu yerda yashaysizlarmi? To'rtta yashaysizlarmi? Chaqirdim. Akangiz bormi sizni? Qani? Boshqa akangiz bormi? Abchangiz ham bormi? Qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Bezovta qilmadingmi? Yaxshimi xo'ja? Uydamidi akam? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Hayitga bir kelolmadik, xabar olishga keldik. Boladan ham ancha qarzlarim borda. 2 million 400 ming so'm o'zi to'laydiganim bor. Uni penasi tug'ib 10 milliondan oshib ketgan. 5 farzandimni ham banisiga olib borishim kerak, banisiga yozib bergan. Miya qon tomiri siqilgan. To'liq gapira olmaydi-da bola. To'liq gapira olmaydi. Avvalambor rahmat, shunchalik kelibsizlar. Endi shu bolalarimni kelajak uchun harakat qilib, ashlari yaxshi o'qib, hammaman barvar harakat qilib yaxshi o'qib ketishini istayman o'zim ham. Lekin kunimga 200 ming pul topganimdan keyin baqqa yetkazamanmi, yoqqa yetkazamanmi, yetkaza olmayapman. O'zimni ham misoldan ahvolimni aniq ham ko'rib turibsizlar. Bir omad qiladigan, havas qiladigan joy emas. Kena yaxshimisiz? Endi akam bilan farzandlar bilan baxtlimisiz shu sharoitda ham? O'zingizda baxt tuyg'usini his qilasizmi? Allohga shukr. Xo'jayinimdan baxtliman. Allohimga ming qator shukr, 4 ta farzand berib qo'ydi. Ming qator shukr qilaman. Shu bolalarim yaxshi ichib, yaxshi kiyinib yursa, shunga ham shukr qilaman. Men Allohga shukr qilaman. Qayta Xudodan so'rayman, sog'lig'ini so'rayman. Shu farzandlarni tuzalib ketsa, otda bo'lib ketsa, hamma balo qatorida bo'lib yursa, shunday dunyoda o'zimni qanday baxtli qilaman-da. Bu Sardorjonni sog'ayib ketadi, xudo xohlasa qo'limizdan kelganicha yordam qilamiz. Allohimdan so'rayman, shu bolam tuzalib ketishini xohlayman. Odamlar iltimos yordam beringlar. Hamma bolalar qatorida bo'lishni xohlayman. Orqada yuribdi shu bola. Erta kecha Xudodan so'rayaptim. Yordam beradigan odam chiqarmagan. Shu bolamga dardiga shifo bersin deb so'rayman. Shu bolam ham gapirish qiyin bo'lyapti. Orqada qolib ketyapti. Adamimizni ham topganiga baraka bersin. Allohim topganiga shukr qilib o'tiribman. Mana shu 4 ta bilan tani jon omon bo'lsa bo'ldi. Shu sharoitda yashashga ham roziman. Shu toshlar orqasida qolib ketmasin deb aytdim. Allohimga beqadar shukrki, 4 ta farzand berganiga. Adamimiz ham tani joni omon bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi niyatda biz hozir mana shu sharoitlarni o'zgartirish maqsadida keldik. Xudo xohlasa farzandinglarning rohatini ko'rasizlar, farzandinglar ham tuzalib ketadi.
faqat sizdan bitta ruxsat so'raymiz, bitta uy ichini olib chiqamiz, obzorini qilamiz, deylik. Yana bitta narsaga ruxsat so'raymiz. Sharoitni o'zgartiramiz uyga, ya'ni sizga yengitdan uy solib beramiz. Xalqimiz bilan birlashib, inshaalloh, mana keyin ham shuncha ko'z yosh to'kyapti. Keyin ham hammamizda orzu havas bor, hamma insonda orzu havas bo'ladi. Inshaalloh Sardorjon ham yaxshi gapirib, tengdoshlari qatori yurib ketadi. Tengdoshlari qatori ilm olib ketadi. Osiyo ham xudo xolisa katta doktor bo'ladi. Sharoitlari inshaalloh xalqimiz bilan birlashgan holda yaxshilab berishga harakat qilamiz aka. Ikki xona uy ekan, bitta mana chirog'i yo'q ekan. Kirib ko'ramiz. Bitta mana bunaqa sharoit. Hop, nariga xonani ko'ring. Bitta chirog'i bor ekan. Shpakilovka o'sha remontdan yaxshi chiqmagan. Hozir bu mana oshxonasi, gazxonasi. Hali gaz tushmagan ekan. Mana bitta mana keling. Gaz balon qo'yar ekan. Bitta. Mana bitta mushoy uradimi? Nima kichkina xolachalar. Mana uyga mana shu asl holat ko'rinishi, inshaalloh birlashib sizlar bilan shu oilani Sardor Beyga sog'ligiga qarab chiroyli holatga keltirib, yaxshi yashash uchun harakat qilsak qo'limizdan keladi azizlar. Befarq bo'lmasdan birlashaylik aziz parkentliklar. Mana ko'rdinglar kichkina uychani. Mana shu joy bizada bo'sh turibdi. Rejada shu yerga uy solinadi. Xudo xohlasa bu yerga proyektini qilamiz. 3 xona bo'lsa, 3 xona, 4 xona bo'lsa, 4 xona, u qo'shimcha ayvoni bilan. Ulardan kimni nimaga qurib yetsa, shipr bo'lsa, shipr, sement bo'lsa, bir qop sement, yo bo'lmasa qanaqadir kelib hashariga qatnashsa ham o'sha katta savob. Bitta bitirilganimizdan keyin bitga bu uyga ulanib ketadi. Ya'ni bu darvozaxona bo'ladi Farruh aka. Xudo xolisa Sardor ukamizni 9 kunlik lichinasiga 5 million so'm pul ketar ekan. Inshaalloh 9 kunlik lichinasiga jo'natib, hozir bir dona g'ishga pulimiz yo'q. Inshaalloh Allohga tavakkal qilib shu ishni boshladik. Sardorjon 9 kunlik lichina davomida больницadalik paytida Sardorga yangilik qilishga harakat qilamiz xudo xolisa. Sardor bizga va'da beradi. Inshaalloh Sardor kelajakda yaxshi sportchi bo'lasan. Agar sportga qiziqsang, o'zim ustozlik qilaman senga. Yaxshi MMAchilarimiz bor, meni kuzatadigan, yaxshi boksyorlarimiz bor, meni kuzatadigan. Erta inshaalloh hasharga olib kelaman chetga. Shularni tanishtiraman, sportchi bo'lasan ukam, xudo xolisa. Azizlar, befarq bo'lmaylik bu videoga. Biza bir dona g'ishga pulimiz yo'q o'zimizda. Allohga tavakkal qilib, sizlar bilan birlashib shu ishni qo'limizdan kelishi uchun boshladik. Alloh yuzimizni yerga qaratmasin, Sardor ukamizni davolatib, safimizda sog'lom olib qolishga harakat qiling azizlar. Aka, inshaalloh mana Alloh izni bilan keldik shu joygacha, oxirigacha yorug' yuzlama Allohim o'zi qo'llasin. Bizga bitta oq fotiha bering. Ertadan inshaalloh biz hashar boshlab, ishni boshlayveraylik. Fotiha bering aka. Amin, ishlaringiz rivoj bersin. Allohim o'zi qo'llasin. Yuzinglar yorug' bo'lsin. O'zi kuch-quvvat ato etsin Allohim. Ishlaringizga rivojini bersin. Amin. Allohu akbar.